Assalamu alaykum, qadrli radio anlıqçılar. Tövəndə G'ulji yoshlar elib bağan 5 fevral demokratiyani talab qilish harakatining Xitoy kommunistlari tarafidan vahshiyona bostirilganligining 8 yilligini xotirlash yuzasidan tayyorlangan maxsus programmani diqqatingizga sunamiz. Maqolani o'z muxbirimiz Pidakar tayyorlab evatgan. O'lmasjonning fojiasi. Aziz do'stlar, men yaqinda Yevropadagi bir qancha davlatga ziyoratga chiqdim. Bu jarayonda 97-yili G'uljida yuz bergan 5 fevral demokratik yoshlar harakatining aman qolgan g'ozilari bilan uchrashdim. Ahvol egalladim va atalmış sud mahkamalari, taftish mahkamalarining hukmnomasining bir qismini qo'lga tushirishga muvaffaq bo'ldim. Şu vaqtda 37 odam qo'lga elingan bo'lib, 7 odamga o'lim jazosi berilgan. Men hukmnomaning kopiyasini Xalqaro kechirim tashkilotining Londondagi bosh ishxonasiga topshirdim va bu hukmnomaning fotokopiyasini Uyg'uriya torbetiga havola bilan berdim. Men shahidlarimizdan faxrlanaman va ulug' Tangridan ularning sharaflik o'chmas ajrlari uchun jannat in'omi tilayman. Vatanning ozodligi, millatning erkinligi uchun qonliq badal to'lab, Xitoyning qorong'u zindonlarida azob chekayotgan botur azamatlarimizga oliy ehtirom bilan hurmat bildiraman. Qadrli do'stlar, men anglagan bu ajoyib hikoyani sizga so'zlab bermoqchiman. Bu bir boturning qasamnomasi, haqiqiy erkakning ulgi sxemasi, qahramonning shajarasi. Shuning bilan birga bu bir qavan tunguzning vahshiy abdibashirisi, qabohatlik, fojialik va chirkin siyosiy tuzilmaning bir kartinasi. Afsus, men vatanda yashayotgan begunoh odamlarning tuhmat qurboniga aylanib qolmasligi uchun yer va odam nomlarini boshqacha atadim. Bu hikoyani bayon qilish shakli jihatda ko'p o'ylandim. Oxiri barliq shahidlarimizga O'lmasjon deb birli ism qo'ydim. Chunki sharaflik qurbonlarning biri yiqilsa 10 mingi tiriladi, 100 mingi tiriladi, millionlab tiriladi. Shuning uchun shahidlar mangu o'lmasdir. Shuning bilan birga o'z farzandlarini vatanning mustaqilligi, xalqning hurligi uchun atagan barliq ota-onalar nomiga Pidakar degan ismni qo'ydim. Endi men bir Pidakar dadıning og'zi bilan O'lmasjonning hikoyasini so'zlab beraman. O'g'lim O'lmasjonning 2 oy kam 28 yillik umri bo'libmi 97-yili 7-oyning 12-kunidan 99-yili 1-oyning 25-kunigacha bo'lgan 562 kunlik echinishlik ahvolini yezib qoldirishni o'zimning bir majburiyati deb to'nidim. Chunki o'g'limning ahvoli menga bas qo'ldek ayon. Nurg'un ishlarga qo'l soldim. Nurg'un ishlarni ko'rdim. Nurg'un ishlarni angladim. Nurg'un yo'llarni mangdim. Nurg'un xo'rliqlarni tatdim. Yana birdan bir guvohchi men o'lib ketsam, bu tarixni mendek aynan tasvirlab bergudek ikkinchi bir odam yo'q. Bu tarixni yezib qoldirmasam, bu dunyodan vijdon azobida ketaman. Bu tarixni yezib qoldirmasam, bir yosh qahramonning hayot vaqtidagi faoliyati butunlay unutilib ketadi. Bu tarixni yezib qoldirsam, oildagilarning aslab turishi va jamiyatdagi o'g'lim bilan o'xshash aqidadagi birodarlari uchun, shundaqla kelgusi uchun mushu yo'lda o'z hayotidan ayrilgan, turmida nurg'un azoblarni tatib, inson qalbidan chiqqan qiynashlarni beshirin kechirgan Uyg'ur farzandlarining hayot tarixini yozadigan vijdonli yozuvchilarning muqaddas yozmalariga oz to'la material bo'lib qola degan umidda bu qisqagina tarixni yezib qoldirdim. Buningdan maqsad bu hikoyani anglagandan keyin men nima uchun yashayapman degan bir savolni o'zingizdan so'rab qo'ysangiz ajab emas. Hech bo'lmaganda barliq shahidlarimizning ruhiga duo qilib qo'ysangizmi, bu hikoyani yozishdagi maqsadimiz asosan amalga oshgan bo'ladi. O'lmasjon 1971-yili 3-oyda Suydung nahiyasida dunyoga kelgan.
O'lmasjanning aka-inalari, hadi singillari va yana o'z otasi bilan yuz ko'risholmagan 6 oylik o'g'li bor. O'lmasjan 1976-yilgacha oila tarbiyasida bo'ldi. Bu mazgil gongshilashgan davr bo'lib, butun ta'minotimiz duy tarafidan beriladi. Men shu yillarda, ya'ni O'lmasjan tug'ilgan yillarda salomatlikim yaxshi emas. Ailedeki 3 bola bilan ayonni beqish men uchun nihoyat tas edi. Shu bovoq O'lmasjan uchun oq un yo'q, qo'noqdan yeydi. Shundoq turug'liq Allohning iltifoti bilan O'lmasjan yerdan ko'tarib olg'ili bo'lmag'idek darajada semiz, sog'lom cho'ng bo'ldi. Ko'rgan odamlar hayron qolg'udek holatda edi. Onasi balamga ko'z tegidi deb ishikimiz oldidagi daxonga tomar bitirib bo'yniga esib qo'ygan edi. Shunda qilib 1977-yilga kelganda maktabga berdik. 81-yilgacha yangi avot boshlang'ich maktabida o'qidi. O'qish jarayonida boshlang'ich maktabni a'lo natija bilan tamomladi. 82-yildan 85-yilgacha Qo'rg'os 5-o'rta maktabda o'qidi. Bu yerdami o'xshashla a'lochi edi. O'qituvchilari va savodoshlari uni alohida yaxshi ko'ratdi. Savodoshlari bilan ittifoqimi yaxshi edi. Maktab uyushtirgan har qanday faoliyatga aktiv qatnashatdi va yaxshi natijaga erishib mukofot oladi. Cho'nglarni hurmat qilishni, kichiklarni izzat qilishni yaxshi biladi. Shunga mahalla ichida eng yaxshi bola deb ta'riflanadi. O'zi ig'ir besiq, ko'p anglab oz so'zlashga odat qilgan edi. Chiqishqoq edi. Salomatligi yaxshi edi. Balalarning ichida eng ig'iri bo'lib 90 kilo keladi. To'liq o'ttirni bitirib, yuqori o'rlab o'qish vaqtida men og'rib qolib, oilada qiyinchilik bo'lganligi uchun o'qishdan to'xtab qoldi. Bizmi qattiq echindiq, o'zimi azoblandi. Shuning bilan oilada akalari bilan uy ishi bilan shug'ullandi. O'qishdan qolgandan keyin uyda kitob jurnal o'qishni odat qilib oldi. Meningmi kitob o'qish xumorim bo'lg'achqa, kitobxonaga yangi kitob chiqsalar elib o'qiydigan edim. Ikkimiz kitobni talashib o'qiydigan, o'qigan tarixiy romanlarni shu vaqtdagi vaziyat bilan selishtirib, ba'zi tushunchalarni so'zlab qo'yadigan. Bir oiladagi turli ishlarni hamma oila a'zosi biladi. Turmush odamni sinaydigan sinoq maydoni. O'lmasjanmi bu sinoq maydonida 10 yil urilib so'qilib yashadi. 1995-yilga kelganda men nahiya rahbarlariga oila qiyinchilik ahvolimni aytib, bir balamni ishga o'rlashtirib berishni iltimos qildim. Shu vaqtda T apandi nahiya hokimi edi. U iltimosimni ma'qul ko'rib, ma'lum o'rmon punktida vaqtliq ishchi bo'lib ishlab turishga buyurdi. Buningga O'lmasjanni o'rlashtirdim. 1997-yilga kelganda emgak idorasidagi bir do'stim munosabatimizning yaxshiligini ko'zda tutib, menga ishchi shtatidan birni hal qilib berdi. Lekin ish o'rniga borganda unum bermadi. Sekretar o'rin yo'q deb o'rinlashtirishni rad qildi. Men uning bilan xili munozirlashdim. Hal bo'lmadi. Men O'lmasjanni davomli ishga berishga aydakchilik qildim. O'lmasjan 6 oy maosh olmay ishladi. Axir bo'lmay O'lmasjan menga, "Dada, sen ko'p qiynalding. Odam vijdon bilan yashash kerak. Uningga bosh egish yaxshi emas. Bu vaqtliq ishchi bo'lmasammi, jonni baqqili bo'ladi. Boshqalarga yalvarib jon beqish yaxshi ish emas" deb ishga berishni rad qildi. Bir mezgil teri jung elib setish bilan shug'ullandi. 97-yili dal Xitoy kommunistlarining tili bilan aytganda taliblar ish chiqarayotgan, ular harakatga o'tgan vaqt edi. O'lmasjanmi shularga kirgan, qalaymaqan haraq tamaki qatorliq bo'lmog'ur ishlarni tashlab, Qur'on o'qib, 5 vaqt namoz o'qish bilan shug'ullandi. Taliblarning oldini hukumat tutqili turganda O'lmasjanga nasihat qildik. Lekin O'lmasjan namoz o'qish, Qur'on o'qish qatorliq musulmonlar ado qilishga tegishli 5 farzni ado qilish gunohmi? Agar sizlar meni bundaq to'ssanglar, sizlar bilan munosabatimni uzaman deb e'tiroz bildirdi. Shunga uningga ortiqcha gapning hojati qolmagan edi. 1997-yili 5-oyda Qo'rg'os nahiya soqchi idorasi biz turishliq 2-uyni nuqtaliq o'rin deb alohida nazorat ostiga oldi. Ham BM degan munofiqning pash qilishi bilan 3 bolani soqchi tutib ketdi.
Qalğan qız oğul bo'lib 30dan ortiq balani yig'ib daduyda ota-onasi bilan 3 kun o'g'inish qildirdi. Balalarning bo'yniga taxtay esib, o'ng so'l taraflaridan rasmga oldi. 5 barmoqini qora rangga chilab, barmoq izi oldi. Chechining o'ttirisidan kesib ilib avrishga oldi. Mushu xildagi usullarni qo'llanib, ularni qattiq nazorat ostiga oldi. Har bir oilaga birdan boshliq bekitib, har kim oilasiga kelgan kishilarni o'z boshlig'iga doklad qilib turish tuzumini bekitdi. Turli tashviqot varaqlarini tarqitib, uylarga chaplatqizib, uni yod elishni tashabbus qildi. Pat-pat chiqib, og'zaki imtihon elish usulini qo'llandi. Besim kuchaysa, qarshilikmi kuchaydi ekan. Shu yillarda O'lmasjonning harakatimi tezlashqili turdi. Nega boradi, nada turadi, kimlar bilan mashg'ul bo'ladi, bular bizga noma'lum edi. U etiz eriq ishlarg'imi ishlamaydigan bo'lib oldi. Sababini so'rasak, Gungsandan uchun yer terish, ularga bojseliq to'lash, ular boshqurgan masjidlarda namoz o'qish, planliq to'g'ut vahshiliklarga qarab turish, ular uchun ishlash to'g'ri emas. Dunyoda birli podshoh, birli yaratquchi bor. U bo'lsa-mu Alloh. Alloh buyurgan ishlarni qilishimiz, Qur'onda qilma degan ishni qilmasligimiz kerak. Buning sababi shu, deb javob bergan edi. Shuni bilan bizmi Allohning o'rinlashtirishi shunday bo'lishi kerak, deb o'z ixtiyoriga qo'ydik. Chunki shunday qilish zarur edi. Agar uni bu yo'ldan to'ssak, Alloh oldida cho'ng gunohkor bo'lardik. O'lmasjon nurg'un o'rinlarda Allohning kalomi bo'lgan Qur'oni Karimda berilgan suralarni tabliğ qilib tushundirdi. O'ziga o'xshash o'qimishliq yoshlar bilan fikrlashdi. Allohga ibodat qilguvchilarni tarbiyaladi. 1997-yili Uyg'urlar uchun unutilg'isiz bir yil bo'ldi. Dastlabki qadamda ili yoshlar qo'zg'alib, Uyg'uristonning mustaqilligini va xalqning demokratik huquqini talab qilib, tinchlik yo'li bilan namoyish qildi. Bu namoyishni Xitoy doiralari shu kuni qattiq bostirib, 300 dan ortiq yoshlarni turmaga tashladi. Bizning anglashimizcha oldi bilan suv chechib, ondan tutib turmaga tashlagan. U vaqt 97-yil 2-oyning 5-kuni bo'lib, texi so'qoq qish ketmagan edi. Balalar yo'l kiyim bilanla turmaga qamalgan bo'lib, bir qismi to'nglab o'lib ketgan. O'lmasjon shu ishdan bir kun ilgari ilg'a borgan edi. Lekin kechda qaytib kelganligi uchun 5-fevral namoyishiga qatnasha olmaganligidan qattiq pushaymon qilgan edi. Shunda boshlab Qo'rg'osda qattiq nazorat, qidirish, o'yma-o'y oqtirish, gumonliq deb qaralganlarni turmaga elish boshlandi. Hukumat taraf jiddiy harakatga o'tgan edi. Yoshlarning harakatimi yuqori to'lqinga ko'tarildi. Yoshurun harakatdan uchuq harakatga o'tdi. Munofiqlarni jazolash harakati elib bordi. İlida vatanparvar, millatparvar va Xitoyning zo'ravon siyosatiga qarshi fikrdagi ilg'or kishilarni soqchiga maxfiy xabar qiladigan munofiqlarni tozalash va ulardan qisos elish harakati boshlandi. Qo'rg'osda shundoq bo'lib, Kompartiyaning sodiq g'olchisi, tuhmatxo'r, kasbiy chaqimchi Hizmoxonni o'ldirish voqeasi chiqdi. Bu 7-oy edi. Shuning bilan o'ltirguchini tepish maqsadida nahiyalik soqchi idorasi gumonliq deb qaragan yoshlarni kechisi tutqun qilishga boshladi. Tutqun qilish kuchayganda men O'lmasjonni "Sen hozircha boshqa o'ringa yo'tkilib jonni saqlab tur" deb nasihat qilsam-mu, u yo'tkilishga unimidi. "Mening mushu o'rinda ishlaydigan vazifam bor. Qechib ketolmayman" deb o'z ishi bilan mashg'ul bo'ldi. 7-oyning 20-kuni kechida 20 dan ortiq soqchi chiqib, O'lmasjonni tutib ketdi. Shundan boshlab O'lmasjon savol so'roq, qiynash qatorliq turma azobini tortishga boshladi. O'lmasjon jami 1 yil 7 oy, ya'ni 97-yili 1-oyning 12-kunidan 99-yili 1-oyning 25-kuni dushanbagacha turmada yotdi. Bu jarayonda uning turmada so'roqqa chiqqan kunini bir o'zi, bir Alloh biladi. Mening bilishimcha bir qatim iqror qilmading deb 12 sotka qo'lini keyniga qilib bog'lab, soqchixona ichidagi terakka ya o'ltirolmaydigan, ya o'ritirolmaydigan qilib bog'lab qiynab so'roq qilgan. Kechisi uxlatmay navbat bilan so'roq qilib, nervisini buzgan. Iqror qilmagancha qattiq urib, qattiq qiynash usulini qo'llangan.
Saqchilarning o'zlari urg'unini oz deb turmada boshqa jinoyatchilarga kechada qattiq urdirgan. O'lmascan o'zimi xili qaysar bo'lganligi uchun turmadagi boshqa jinoyatchilarga taqobil turib, o'zini qo'g'digan ham ularni qayil qilgan. Ular buyruq bo'yicha ish qilib xato qilganligini to'nigan. So'roq jarayonida saqchilar hatto odam qilibidan chiqqan vaqtlarni qo'llangan. Masalan, turma boshlig'i ve qish kuni O'lmascanni sening qo'lingda o't ko'ygan iz yo'q. Sen o'tni qo'ling bilan o'ngshaysan deb mashni puti bilan tepib o'rib etib, cho'g'ini qo'li bilan mashga soldirgan. Undan boshqa turmada ro'za tutding deb xo'rlab, suv akilib, majbur suv ichtirgan. Bir ota bo'lg'ichi kichikidan biqib cho'ng qilgan bolasini boshqalar xo'rlab qiynasa, chidab tura olamdi. Uningga qandoq inkasli bo'lganligini men demasam-mu, hamma odamga tushunishlik. Biz 1 yil 7 oy jarayonida o'g'limiz bilan faqat bir qatimli ko'rishdik. Men onasi bilan ikkimiz darvozaning ichiga kirib, bo'yniga esilib yig'lab ko'rishdik. Qolgan urug' tuqqanlari temir darvozaning sirtida hatto qo'l tutishib ko'rishishga muyassar bo'la olmadi. Bu nima degan ichinishlik? Bir tuqqanlar shundoq mushkulda hamkorlikda bo'la olmasa, quchqini keng ichib bir-birini bag'riga bosa olmasa, buningdanmi ortiq azob bo'lmasi kerak. Ularning temir darvozasining sirtida turib, talmurib yig'lashlarini ko'rgan har qanday bir inson chidab tura olmaydi. Mushundoq zoriqish ichida Ve Sojangning 15 minuti to'shdi. Jinoyatchini qaytirib kel deb chaqirashlari odamning vijdonini larziga selib, shu maydonda elishib, o'lib ketsam rozi deyishga majburlaydi. Lekin imkon yo'q. Turmaga 1 yil 7 oy jarayonida haftada 2 qatim chiqib turamiz. Sababi turmaning topmiqi bek nachar. Kuniga bir mo'ma, bir qachi o'mash beradi. Buningga inson qandoq chidasin? Shuning uchun bir oz qo'ymay, tatliq turum, tamoq kiyim kechak qatorliq narsalarni az-azdan elib chiqib, turmaga qaraydigan gundapaylarga yalvorib, ularga muvofiq sovg'a salomlarni uylarga olib berib yurib, biz turmaga elib chiqqan narsalarni balamizga akirib beramiki deb umid qilamiz. Darvoza oldida talmirib turishlarimiz, hatto so'g'oqda bir kun och saqlagan vaqtlarimiz, gundapaylarning biz bergan narsalarni akirib berishiga talmirishlarimiz, agar akirib berdim desa, uning o'qib ketgan duolarimiz, ota-onamizni tirildirib akilib bergandek xo'shal uyga qaytishlarimiz, bugun imkoniyat bo'lmadi, ati akirib berimiz desa, uningga yalvorishlarimiz, atisi chiqib xabar kutishlar, noumid qaytishlar. Sojangni ko'rib qolsak, darvozaning sirtida turibmi, uningga ko'rinmaslik uchun o'zimizni chetga elishlarimiz. Bularning hammasi bir inson uchun qanchalik azobli bo'ladiganligini faqat mushundoq bir ishni beshidan kechirgan insonlar tasavvur qila oladi. Bizni Sojangdan qechishimizning sababi, Sojangning buyruqi qattiq bo'lib, pul bo'lsa olasan, boshqa narsa bo'lsa olmaysan. Alsang maoshingni tutib jarimani to'laysan deb gundapaylarni jazolaydi. Shuning uchun ular Sojang yo'q vaqtlarni o'rinlashtirdi. Biz mushundoq vaqtda chiqamiz. Sojangning pul olasan deyishidagi sabab, darvoza yanida Sojangning shirik ochgan oshxonasi bor. Jinoyatchilarga shu oshxonadan bir qachisi 5 ko'yliq tamoq berdi. Shunga Sojang pul bo'lsa oladi. Tamoq ota-onasidan turmaga kirsa, Sojangning oshxonasi oqmay qoladi. Shunga pul talab qilishi shuningdan bo'lib, jinoyatchilardan foyda undirish maqsad qilingan. Shunda qilib, savol-so'roq oxirlashib, dilo ishlanib, nahiylik taftish mahkamasida O'lmascan bilan birga qo'lga ilingan 37 bolaning dilosini ko'rib qaralashni ustiga olgan E apandi, X apandi, T apandi qatorliq 3 qaralg'uchining qaralishi va biz yollagan aqlag'uchining aqlishi bilan turma yig'in zalida yib sot echildi. Sotchilar asosan ili viloyatlik o'ttira sotning odamlari edi. Men O'lmascanni aqlash uchun Qo'rg'os nahiyalik aqlag'uchilar idorasidan P xonimni taklif qilgan edim. Yuqorida ismi chiqqan qarilg'uchilar O'lmascanga mundoq jinoyat atgan. Birinchi, qasddan odam o'ldirgan. Ikkinchi,
qotilni qotillik qurol-yarog' bilan ta'minlagan. 3. Qurol-yarog' yasagan va to'shigan. 4. Tabliğ so'zlab qutratqulik qilib vatanning birligini buzishga uringan. 5. İyani yig'ib mablag' to'plagan. Degandek 5 turlik jinoyat ortilgan. O'lmasjon naq maydonda o'zini oqlab, "Men odam o'ltirmadim. Odam o'ltirdin desang kimni, qayerda, nima bilan, qandoq o'ltirdim? Pakit bo'lsin. Bu tuhmat" degan. Undan keyin "Men qurol-yarog' yasamadim. Muallim yasagan partlatqich doridan 9 tal olganim rost. Buni birodarlarimga taqitib berdim, o'zini qo'g'dash uchun" degan. Yana qotilni qurol-yarog' bilan ta'minladi degani yolg'on. Qotil o'z og'zi bilan "Mening qotillik qurolim pichoq, o'zimning qo'l chiriqi, yuzimga tatgan paypoqni o'zim bozordan sotib olgan" devatsa, buni qandoq men bergan bo'laman degan. Yana tabliğ so'zlab qutratqulik qildi deysan. "Men tabliğ so'zladim, Qur'ondan so'zladim. Haroq ichish, tamok chekish harom. Musulmonlar musulmoncha yashash lozim dedim. Qutratqulik qilmadim. Qur'onni so'zlash qutratqulik deb to'nasang o'zingning ishi. Nima desang da'va. Men Allohni bir deb to'nayman. Allohga ibodat qilaman" degan. Yana i'oni to'plash ishida to'plaganim rost. Bu o'z ixtiyori bilan bo'ldi. Majbur qilmadik. Yig'ilgan pulni namaratlarni yo'lashga ishlatdik. Hukumatmi i'oni to'playdi-ku degan. Axloqchimi O'lmasjonning o'zini aqlashini qo'llab, qasdan odam o'ltirgan bo'lsa, kimni, qayerda, nima bilan o'ltirdi? Pakit kirsin. Tutilgan qotilning o'z iqrori tursa, yana buni nemishqa O'lmasjonga döngeysizlar? Bunda qilsanglar odillik bo'lamdi. O'lmasjon qotil emas. Saqchining yozgan materialida O'lmasjonni qotilni pash qildi. Shu material bo'yicha qotilni izlab topdik. O'lmasjonning qotil bilan aloqasi yo'q deyilgan tursa, nima uchun pakit burmalanib ketadi? Bu qonunga uyg'un emas degan. Naq maydonda sotchi, taftish hech qanday ifoda bildirmagan. Bizni yepiq sot maydoniga borg'izmadi. Biz 1 kilometr yiroqlikdagi yo'lda turdik. Ularni sot maydoniga akirishda ko'zlarini qora lati bilan tengib qo'llariga ko'yzi silib, bir-biriga chetib elib kirgan. Axloqchilarning fikri bilan ko'zlarini yeshib qo'ygan. Bu qitimqi advokatlar Urumchidan, Ilidan, Qo'rg'osdan taklif qilinganlar edi. Men bu yepiq sot ochilgan vaqt 5-oy mezgili edi. Yepiq sot ochilib 4 oydan keyin yana 9-oyda Ili viloyatlik o'ttira sotdan 37 balaning sot hukmi keldi. Buningda 7 balaga o'lim jazosi, 2 balaga 2 yil kechiktirib o'lim jazosi, 2 balaga muddatsiz qamoq jazosi, qolganlarga 20 yildan tortib oxiri 2 yilgacha muddatlik qamoq jazosi hukm qilingan ekan. O'lmasjonga o'lim jazosi berilib, siyosiy huquqidan mahrum qilish, muddatsiz qamoq jazosi berilib, siyosiy huquqidan mahrum qilish, 7 yillik qamoq jazosi berish deb 3 xil jazo hukm qilingan ekan. Tafsili tushuntirilishi mundoq. Men izohlab o'tay. Qasdan odam o'ltirdi. Qotilni qotillik quroli bilan ta'minladi deb o'lim jazosi. Qurol yasidi, to'shidi deb muddatsiz qamoq jazosi. Tabliğ so'zladi deb 7 yillik qamoq jazosi. Hammasini yig'ib o'lim jazosi berib, siyosiy huquqidan mangulik mahrum qilish deb yozilgan bo'lib, hukm e'lon qilinib 10 kun ichida norozilik bo'lsa, yuqori sudga arz qilsanglar bo'ladi deyilgan. Naq maydonda muallim bilan O'lmasjon hukm xato. Norozilik bildiramiz, arz qilamiz degan. Shunda qilib arzni jinoyatchi o'z qo'li bilan yozishi kerak ekan. Yuqori töven qatarab yurib, aradan 4 kun o'tganda arzni aran topshirib oldim. Uni ko'paytib bir nusxasini viloyatlik o'ttira sotga berib, bir nusxasini aqloqchiga berib, bir nusxasini Urumchiga yuqori sotga uzam elib bordim. Yuqori sotning darvosidan kirmak jannatga kirmakdan mutas ekan. Oxiri bir og'inamning o'g'lining yordami bilan kirib yuqori sotning Rey apandi degan boshlig'i bilan ko'rishib, arzni berib ahvolni aynan etdim. Uning fikri, biz odam avatib tekshiramiz. Bir necha kun ichida boradi. Tekshirib kelgandan keyin bir narsa deymiz. Qaytib kutib turing degan bo'ldi.
Qorğasga kelib bir hafta bo'lganda 7 kishilik bir guruhga odam kelganligini, uningga A apandi degan yuqori sud jinoiy ishlar bo'limining boshlig'i bosh bo'lib kepti deb angladim. Ular tushgan joy paloni mehmonxonasi ekan deb anglab, atsi bir munosabatlik inimizning yordami bilan A apandini bir restorandan topdim. Qo'limdagi arzning bir nusxasini berib ahvolni uqtirdim. O'zimni to'xtatolmay, xolis ish qilib qo'ying. Sizning bola chaqalaringiz bordu. Mendan yanmasa, Xudoyimdan yana deb yig'lab ketdim. O ta'sirlangan bo'lsa kerak. Ko'nglingizni buzmang. To'g'ri ishlaymiz. Xotirjam bo'ling. Qorg'asqa 2 kishi ketdi. Shular bilan ko'rishing. Men 2 kundan keyin boraman. Men surishtiray deb meni yo'lga soldi. Qorg'asqa qaytib kelib, bu 2 kishini surishti qilsam, turma oraliqi yiroq ekan deb turmada yotoq tutib, shu o'rinda yetib tekshirib o'tadi deb angladim. Shuning bilan turmaga chiqib, o'zim setib olgan Gundupaydin ahvol egallasam, apandi tekshirib o'tadi. Biri xotira yozadi. O'lmasjanni at so'roq qilish ehtimoli bor, dedi. Uyga qaytib kelib, qachon tong ota? Ati balamni derizdim bo'lsa-mu bir ko'ramanmi? Tekshirguchiga haqiqiy ahvolni aytolamanmi? Vaqt qistab fikrimni to'liq anglamu degandek endişeler bilan tongni aran atqizdim. Atdiganda anglag'uchini elib turmaga chiqdim. Ahlag'uchi turmaga kirib ketdi. Men darvozaning teshida qoldim. Bir soatdak vaqtdan keyin ahlag'uchi chiqib, arzni berdim. O'lmasjanni so'roq qilib o'tibdi. Rasmiy kenishkisi bor ahlag'uchi bo'lmasa, bo'lmaydi deydi. Deb ko'ngli yerim qaytib chiqibdi. Ondaqda siz mushu men yollagan mashina bilan qayting. Men o'g'limni tushlik tamoqqa elib chiqqanda bo'lsa-mu, sirtidan bir ko'rib olay, deb turma ishigida qoldim. O'g'lim bilan ko'rishmagili 1 yil bo'lgan edi. Uzoq saqladim. 1 soat 1 yildek bilinib ketdi. Turma tarafdan shundoq bir odam chiqsa, darhol darvoza oldiga boraman. Biz bir necha balaning ota-onasi to'planib qoldik. Soat 11:30 bo'lgan bo'lsa kerak, bir vaqtda O'lmasjanni heliq so'roqchi haydab chiqdi. Qarasam, putida yo'g'on kishan. O'ttiridan jip bilan bog'lab bir qo'lida ko'tarib olibdi. Unda qilmasa mengish imkoniyati yo'q ekan. O'g'limni ko'rib, o'zimni yo'qotib qo'yg'ili tas qoldim. O'g'lim meni ko'rib, egilib salom berib, o birni tarafga heliqi odam bilan birga mangdi. Men o'zimni tutib ololmay, o'g'lim O'lmasjon, bu nima xo'rliq deb unsilib yig'lab ketdim. Atrofimda turgan menga o'xshash detman ayollar menga tasalli berib o'tdi. Ularmi mening holimga qarab, menga jo'r bo'lib yig'lashib ketdi. Chunki ularningmi yurak parasi ashu qari darvozaning ichida edi. Bir vaqtda heliq so'roqchi o'g'limni darvoza tarafga haydab akeldi. Ham O'lmasjonning dadasi qaysinglar deb so'radi. Men darhol men deb javob berdim. Gundupoyga darvozani och dedi. Darvoza ochgandan keyin kiring, o'g'lingiz bilan ko'rishing, dedi. Berib O'lmasjonning bo'yniga esilib ahvol so'radim. O'g'limda bir xil qaysarlik chiqib turardi. Uningda umidsizlikmi ko'rinmaydi. O'zini sog'lom, aynakdek yorqin tutatdi. Chiroyining kun ko'rmay sag'rib ketganini hisobga olmaganda, Alloh uni yaxshi bandalar qatorida saqlagan edi. U kulimsirab turib, apsini, urug' tuqqanlarini, ayolini texi yuz ko'rishib boqmagan, yangi tug'ilib 8 oylik bo'lgan o'g'lini so'radi. Ikkimiz bir-birimizga to'ymay paranglashdik. Oxiri hiliq so'roqchi, "Endi bo'ldi qilinglar. Jur, O'lmasjon idoraga kirayli", dedi. Men onunga ko'p minnatdorlik bildirdim. O yigitning turqidan qaraganda O'lmasjon bilan 1 yoshlikda qolatdi. Uning bir necha qadam mengib o'g'limdan "Dadang yolg'iz ketdimi?" deb so'raganligini anglab qoldim. "Hey Izzat, anasini birga elib chiqsam bo'pti ekan. O'g'lini bir ko'rib olar ekan", deb hasrat chekdim. Amal yo'q. Ular idoraga kirib ketdi. Men o'yladim, sotchilar orasidami yaxshi insonlar bor ekan.
Bir yildan beri qo'rg'oq soqchisidagi, taftishdagi, sotdagi amaldorlar va boshqalarga yalvorib yurib o'g'limni ko'rishga muyassar bo'lolmagan edim. Bu so'roqchi ajab yaxshi ekan. O'g'limni ko'rishtirib qo'ydi, deb Allohdan uningga insof tiladim. Yanımda turgan menga o'xshash bolasini ko'rolmay nadomat chekayotganlarmi bizni bolamiz bilan ko'rishtirib qo'yami? Ajab obdan bola ekan, deb og'ziga tegmay maqtashib ketishdi. Men o'g'lim bilan ko'rishganligimni uydagilarga aytishga aldirab qaytdim. O'lmasjanni bir ko'rish, uning salomat ekanligini bilish bizning oilamizning cho'ng orzusi edi. Men xo'sh xabar sifatida uyga kelib, onasiga urug' tuqqanlarga turmadagi ishlarni bir so'zlab berdim. Ular so'roqchini ko'mizimi o'lmasjanni menga ko'rishtirib qo'yganligi uchun osmonga chiqqandek xo'sh bo'lib, uning insofiga duo qilib ketdi. O'lmasjanning qotillik voqeasiga chetishlik qotil deb hukm qilinishidagi sabab bundoq bo'lgan. Buni O'lmasjan norozilik xatida aniq qilib yozib turmadan chiqargan ekan. 1997 yili 5-oyda O'lmasjan o'zi bilan bir saptiki 6-7 yoshlar Nahiya bozoridagi gullik yanida paranglashib turganda aradan A apandi degan bir bola hozir munofiqlar yamrab, yoshlarni soqchiga ma'lum qilib qo'yib turmaga tashlatqizib bularni qanday qilsak bo'la degan so'zni aytgan. Ularmi o'zaro ko'z qarashlarini o'ttirg'a qo'yishgan. O'lmasjan buningga qarata mundaq degan: "Men Qur'onda mundaq bir oyatni ko'rdim. Munofiqni jazolashda uning pakiti to'liq, dalil isboti yetarlik bo'lsa-la, uni o'ltirib bo'ladi degan ekan." degan. Samingizdan kelgan ne apandi yuqorida men tilga ilib o'tgan Ibrohim Axunni naq munofiq u nurg'un yoshlarni soqchiga ma'lum qilib tutqizdi. Ya'ni shu ish bilan mashg'ul bo'layotdi. Menimi nadi ko'rsa, o'zingni bilib yur, qarim mollam deb mazoq qiladi. U naq munofiq degan. Buningga O'lmasjanning bergan javobi: "Sening onunda shaxsiy o'ch adovating bor o'xshaydi. Shaxsiy o'ch adovat bilan odam o'ldirish gunoh bo'ladi" degan. Bu yerdagi shaxsiy o'ch adovat degan so'zni qonun o'rinlari inobatga olmay, Qur'onda odam o'ldirsa bo'ladi degan oyatni sen demagan bo'lsang, ular odam o'ldirmaydi deb turib olgan. Bu birlashib odam o'ldirish deb dilo turg'izib olgan. O'lmasjan bu ishda boshdan oxiri qoyil bo'lmay, norozilik bildirib o'limga hukm qilinib ketdi. Asli İbrahim Axunni shuning bilan bir dadiyda turgan ne apandi bilan u yallagan A apandi ikkisi yakshanba kechisi kirib o'ltirib o'tgan. Ular tutilgandan keyin aniqlash jarayonida İbrahim Axunni O'lmasjanning Qur'on tafsiri bilan o'ltirdik degan. Keyin yepiq sud echilib, ular yuzlashtirilgan. Ular o'z fikrlarini o'xshash qo'yishgan. Axloqchilarmi o'z axlashlarini aytib o'tgan. Keyin u ikkisi bu ishda O'lmasjanning yo'qligini, ne apandi asli mening İbrahim Axunni o'ldirish niyatim bor edi. Shunga A apandini boshlab chiqib birlikda o'ltirdik. Qotillik quroli asli yenimizga esib yuradigan pichoq, yuzimizga tatgan paypoq va qo'lchiroq qatorliq narsalarni bozordan sotib olgan deb sud maydonida aniq javob bergan. Shundoq bo'lsa-mu, qonun ijro qilguvchi Taftish mahkamasidagi qarorlig'ichi yuqorida men ismini atab o'tgan 3 kishi yozgan materialni asos qilib qo'ymasdan axloqchilarning aqlash so'zini nazarga olmay hukm e'lon qildi. Ular uchun bir necha odamni nohaq o'ldirish hech gap emas ekan. O'lmasjanning qotillik ishiga chechilib qilishdagi asosiy sabab yuqoridagi ish edi. Endi asli gapga kelayli. Urumchi yuqori sotdan kelgan 7 kishi İli viloyatida 2 oydan ortiq turib tekshirish elib berib, qaytish vaqtida kelganda men heliqi yuqori sud jinoiy ishlar boshqarmasining boshlig'i A apandi bilan ko'rishdim. Uning menga degani: "Sizning o'g'lingizning biz tekshirgan ahvoldan egallagan dalil isbotdan qaraganda o'lim jazosi emas, balki muddatsiz qamoq jazosimi kelmaydi. Xotirjam bo'ling" degan edi. Bunda xulosa chiqarishdagi sabab yuqorida men aytib o'tgan 2 sotdagi 2 aqlog'uchi O'lmasjanga munosabatlik dalil isbotlarni to'liq bilan o'ttirg'a qo'ygan faktlar aniq edi. Ular o'zlarini qotil bilan maxfiy ko'rishib, ularning fikrini o'z qo'liqi bilan anglab, xotira qoldirib isbot elib olgan edi. Ular qaytib ketib 3 oydan keyin 37 bolaning hukmi qaytib keldi.
Bu ish naiti maxfiy tutilibdi. Hatto 37 balaga sot echilgan 99-yili 1-oyning 25-kuni atdigan soat 8gacha maxfiy tutilgan. 99-yili 1-oyning 25-kuni, ya'ni yakshanba kuni kech soat 3 bo'lgan vaqtda taladan bizni chaqirgan ovoz anglandi. Men chiqib qarasam, eshik oldida bir necha kichik mashina, uning atrofida bir necha odam turdi. Kimsizlar? Nima ishinglar bor? Desam, ular sizlarni chaqirg'ili chiqdik. O'g'linglar bilan ko'rishtirdik ekan dedi. Shuning bilan men sizlarning nemancha rahmanglar kelib ketdi. Kechida ko'rishdikdak. 2 yil bo'ldi sizlarga to'la yalvorib ko'rishalmagan edik. Desam, aradan biri yaqin kelib, bizmi toza bilib ketalmadik. Barsingizlar bilasiz, dedi. Qarasam, bir og'inamning saqchi o'g'li ekan. Uyga kirib tur. Men kiyimimni kiyib olay, deb uni uyga boshlab kirdim. Kiyimimni kiygach, uningdan zodi nima ish bo'ldi? Rost gap qil, o'g'lim. U o'zini o'ltiribdimi? Yoki turmini buzib qechibdimi? Yoki yuvoshlik bilan o'lgacha saqchilar bilan elishib o'lay deb elishibdimi? deb so'radim. Yo'q, undaq ish yo'q. Ko'rishtirdi ekan. Nima uchunligini bizmi bilmadik, deb javob berdi. Ayolini elib olayli, desam, mashinada o'rin yo'q. Ikkinchi ish, boshliqning buyrug'i ota-onasidan boshqa urug' tuqqan boshqa kishi akilishga bo'lmaydi deb buyurgan. Bizda amal yo'q, deb turib oldi. Amal yo'q, ayol ikkimiz mashinaga chiqdik. Lekin mendagi gumon texchila bor edi. Bizni turma hovlisiga elib kirdi. Qarasam, u yerdagi ishxonada o'limga hukm qilingan balalarning ota-onalari turibdi. Ular bilan salomlashib, birdam o'ltirdik. Bir necha minut o'tgandan keyin yana bir qancha ota-ona kirib keldi. Qarasam, burunqi o'lim jazosiga hukm qilingan balalarning ota-onasi to'liq bo'ldi. Men burunqi hukm kuchga ega bo'lgan o'xshaydi deb o'yladim. Yuqori sotning kelib tekshirishi bir shakl o'xshaydi. Apandining menga aytgan va'dasi yolg'on bo'ldi deb o'yladim. Uy ichida bizga qaraydigan saqchilar xeli bor edi. Ular navbat bilan kirib chiqib turardi. Men nima uchun bizni bu yerga akilib keldinglar? Nemishqa bu yerda untinsiz saqlab o'ltiramiz? Bolalarimiz bilan ko'rishtirmoqchi bo'lsanglar, ko'rishtirmansizlar, dedim. Bir vaqtda turma boshlig'i V apandi kirib, birdam saqlanglar. Balalar o'zlarini monchiga selayotdi. Ular chiqqandan keyin ko'rishtiramiz, dedi. Gumonim texmo ochdi. Acaba bu ish shuncha maxfiy tutildi. Men tönügün axlıqıçığı telefon qilib, balamның ölümçidin hükümü keldimi deb so'rasam, yo'q, kelmabdi, bugun surishtirdim, deb javob bergan edi. Acaba ularmi uxmay qolarmi, deb o'yladim. Shu vaqtda bir saqchi kirib, "Shemolimning uyidagilar chiqinglar", deb ularni elib chiqib ketdi. Biz taqazzalliq ilkida titit bo'lib, o'ltira olmay qoldik. Bundaq taqazzalliqni Alloh bandasiga zotli ko'rsatmasin. Menda qon besimi bor edi. Yanchug'imdan do'rini elib 2 tal og'zimga soldim. Bir saqchi talog'i chiqib kirib, "Do'rini menga bering", deb so'radi. Men qartini elib uningga ko'rsatib, "Bu odam o'ltirdigan do'ri emas, qon besim do'risi. Men 2 tal ichdim. Meni o'lib oladi deb o'ylayapsan? Xotirjam bo'l. Uyda qolgan balam bor. Ularni beqishim, tarbiyalashim kerak. Men sarang emas, o'zligimdan o'lib oladigan. Boshqonga ayt, xotirjam bo'lsin. Men do'ri ichib sizlarga o'lib bermayman", dedim. Saqchi mening do'rini bermaydiganligimga ko'zi yetdi bo'g'ay. Shuning bilan besiqdi. Aradan 20 minut o'tdi bo'lg'ay. Ayol ikkimizga navbat kepti. Ikkinchi qatim bizni elib chiqib bir uyga akirdi. Uy ichida liq saqchi o'lmasjanning putida kishan qo'lini keyniga qilib ko'yzi silib qo'yibdi. Bizni ko'rib salom berib amonlashdi. Onasi 1 yildan ortiq ko'rishmaganligi uchun berib esilib yig'lab ayrılgılı unumidi. Balamning o'rniga meni etinglar, u gunohsiz, deb na'li qilib yig'lab zarlandi. Bizga belgilab bergan vaqt 15 minut bo'lganligi uchun men onasini testa ajratib O'lmasjonning eng oxirgi yurak so'zini anglab olayli. Vaqt turishib kelsa anglayolmay qolamiz, deb tasalli berdim. O'lmasjon eng oxirgi so'zing, arzu armonlaringni ayt. Armon bilan ketib qolma, dedim.
O'lmasjanning degan so'zi birinchi meni o'limga hukm qildi. Ijro qilgandan keyin jasadimni basa elinglar. Bämese talashmanglar. Jasadimni cho'lga tashlab qag'i qo'zg'unga yigizib etsimi, bizning ruhimiz Allohning dargohiga berib bo'ladi. Xotirjam bo'linglar, dedi. Ikkinchi, meni mushu holatim bo'yicha yerlikka qo'yinglar. Suvga olaman, kepenlayman deb yurmanglar. Men bütün ishni bitirib Allohning dargohiga berishga tayyorlanib turdim, dedi. Üçüncü, men o'lgandan keyin yig'lamanglar. Menga azob qilasizlar. Nazirchilik qilaman demanglar. Bu ish Qur'onda yo'q. Yo'q ishni qilaman deb gunohkor bo'lmanglar, dedi. To'rtinchi, balamni yaxshi o'qitinglar. Ya'ni fanniy maktabni, diniy maktabni mo yaxshi o'qisin. Yaxshi odam qilib tarbiyalanglar, dedi. Beshinchi, men sizlarning xizmatinglarni yaxshi qila olmadim. Balaloq burchimni ado qila olmadim. Mendan rozi bo'linglar. O'zinglarni yaxshi asranglar. Men qo'lga elingandan beri yerim etinglardan sezib ketibsizlar. Qolgan tuqqanlarimga sana o'xshash bir ana lazım, ana, dedi. Altinchi, ata-ana, men sizlarga yuz kelolmaydigan ish qilmadim. Men gunohsiz. Mening Allohni bir deb to'nigan gunohim bor. Allah xolab menga jannat ato qilsa, menga shu kifoya. Boshqa arzu armanim yo'q, dedi. Shuning bilan biz o'z arzularimizni aytdik. Vaqt tez o'tdi ekan. Vaqt to'shdi deb o'lmasjanni elib mangdi. Men oldig'aroq o'tib, o'g'lim, men barliq tirishchanligimni ko'rsatdim. Amal qila olmadim. Atılıq burcumni ado qila olmadim. Mendan rozi bo'l. Oxirgi qatim seni bir so'yib olay, deb peshonasiga birini so'yib oldim. Dada, sana rahmat. Ko'p arziyat chekdim. Men sendan rozi. Men bu sirni birini so'yib olay, deb o'ng mangzimga birini so'yib qo'ydi. O'ng mangzimdan hozirmi o'lmasjanning purug'i keladi. O'lmasjanni elib manganda yürüyümde amburu bilen sug'urib algandek jinim tenimga sig'may qoldi. Anasının zarlışını aytib tugatkili bo'lmaydi. Chunki tong atsa o'lmasjan bu dunyo bilan mangulik vidolashadi. Bu ishni o'ylasam, bu dunyoda men bormi yo'q bo'lib ketaman. Shu vaqtdagi holimizni ko'rgan har qanday bir vijdon egasi chidab tura olmaydi. Tongma otdi. Turmaning ichi saqchi mashinasi bilan to'ldi. 37 balani mashinaga elib, ochiq sud maydoniga elib ketdi. Mundaqcha aytganda sud emas, balki mahbiy hukm qilingan bu begunohlarni boshqalarga sazoy qilish uchun maydonga elib ketdi. Bizga eng og'ir kelgani shuki, o'lim jazosiga hukm qilingan 7 balaning ota-onasi majburiy holda turmaga solandiq. Taki 7 balani icra qilib, qolgan 30 balani turmaga qaytirib kelguncha biz turmada turdik. Saqchilar vazifalarini tugatgandan keyin bizga "Erlar mashinaga chiqinglar. Naq maydonga aparamiz", deb bizni mashinaga selib, balalarni etib o'ltirgan yerga elib bordi. Biz borganda saqchi, harbiy, mashina, birovnivik degan narsalar bu maydonga to'lib ketibdi. Birmi puhra yo'q. Biz borgandan keyin balalarning jasadini putidan so'rab, yerlik beshiga akilayotgan va kiyimlarini soldirayotgan ekan. Men bir Uyg'ur saqchidan viloyatdan kelgan boshliq bor deydi, qaysi deb so'radi. U bir kishini ko'rsatdi. Telefondan qaraganda Xuyzu o'xshaydi. Men onunga bizning qoidamizda o'likni putini so'raydigan ish yo'q. O'zim akilib olay. Yeni bir iş, biz balalarning vasiyati bo'yicha kiyim bilan qo'yimiz, kiyimni soldirsa bo'lmaydi dedim. Shuning bilan uning buyrug'i bo'yicha putidan so'rab akilayotgan jasad so'rashdan to'xtadi. Kiyimini soldirayotganlarmi kiyimni soldirishdan to'xtadi. Men jasad tarafga yugurib mangdim. Mo'jizadek ish yuz berdi. O'lmasjan texi hayot edi. U menga qaradi.
u xuddi xo'sh dada elvida deganda qiladi. Ammo dahshat. Eng vahshiy bo'lgani shuki, mening ko'z oldimda mendan ayrilish ko'zi qiymay turgan o'g'limga yana bir pay o'q etildi. Xudo, men qanday qilay? Men ishni davomlashtira olmay. Ömülep berib o'g'limning texi issig'i ketmagan bedeniga o'zimni tashladim. Men yalarni tatladim. Yüz ko'zlarini tirnoqladim. Osmonga qarab baqirdim: "Ey Xudo, mening jonimni olg'aysan. Men chidamadim. Dunyoda buningdan ortiq azob bo'lmas." Shuning bilan jasad bizning ixtiyorimizga topshirildi. Men keyin qarasam, O'lmasjonning teshidagi chapini saldirilib, boshqa kiyimi saldirilmagan ekan. Ko'zini g'uvo echib, bu dunyodan umidini uzolmagandek osmonga qarab yotgan ekan. Men yana o'zimni tutib ololmay yig'lab ketdim. Suyimli o'g'limning echinishli holatiga qarab, qip-qizil qonga melangan jasadiga qarab, "Ey o'g'lim, bu dunyoning rahatini ko'rmagan o'g'lim, o'zingning bolasini bir qatim o'g'lim deyolmagan o'g'lim, Tehi 3 saat ilgari hayat edin emasmi? Bizga bir obdan nasihat qilgan emasmi? Biz mushunda qo'shishimizda biz sen bilan ko'rishgili keldikmi?" deb zar yig'ladim. Va ko'zi ustiga qo'limni qo'yib turib razlik bildirdim. Atiganki vasiyatini amalga oshirganligimni aytib yig'ladim. Mening yig'amga jo'ri bo'g'idek birmi shafqat ko'rmadim. Turganlardan shafqat, yordam tilash menga o'limdan ortiq demas ish edi. Unda qilsam O'lmasjonga yuz kelolmaydim. Shunga o'zim madad berdim. O'g'lim bir tamchi yosh to'kmay Batırlarca o'livotsa, sen nima deb yig'laysan? Sening vujudingni ishtiyab ketganmi? Shu chidamliq o'g'il sening o'g'ling emasmi? Shundoq o'g'ling o'zi aytgandek faxrlansang bo'ladi, deb o'zimga tasalli berdim. Shuning bilan namozini tushirib, yerlikka o'z kiyimi bilan qo'ydik. Dafni tugab qaytib keldik. Ayollar piyoda menib shu yerga borgan ekan. Soqchi to'sib o'tkazmabdi ekan. Ularning u holatini tasvirlash, ularning yig'isini anglash, nima degan ichinishli qip-qizil qonga melangan 7 jasad, o'z normalligini yo'qotgan 7 onaning 7 farzandi uchun yig'lagan daryo yig'isi. Ahu feryatları, yaqinlarini yırtıp çaşlarını yuluşları. "Ah balam, yürek parem" deb ünselişleri. Bu bir kıyamet iken. Men hazırmı aşı menzirini köz aldımga keltirsem özümde tutup olmay yig'layman. Shunda qilib 7 ata, 7 ana, o'zlarining yurak parisi bo'lgan oltindek 7 farzandni g'arib cho'lga tashlab, qo'pol ovozlar bilan miltiqlarning hayvasida ilojisiz qaytishga majbur bo'ldik. Ammo ishonamanki, xalqimiz o'z qahramonlarini cho'qim yod etadi. Yaqin kelajakda ular uchun oltindan xotira munara tiklaydi.